Hozir tayyor bo'lmagan mahsulotni qaysi usulda kesib, cho'qlab chiqarishlarini olish uchun yana bitta sexga kirdik. Hozir mana bu tayyor bo'lmagan list, buni har bittasini shunaqa razmerda o'zi mana katta stanoklar o'sha razmerda kesar ekan. Masalan, shuni o'zini kompyuterda qo'yishar ekan, buni полный razmeriga cho'qlab ishdan holatga qilaverar ekan mana. Bulardan keyin har bittasi bittadan sexga kirib ketadi. Masalan, lava, topol, bular, shu katyollar hammasi kirib ketar ekan. Mana ko'ryapsizlar. Mana list qo'yasiz, qo'yganingizda mana shu holatda kesib berar ekan, tayyor qilib. Ko'ryapsizlar? Mana ishlash jarayon. Mana list tashlayapsiz, listni полный o'sha lazer kesyapti mana robot. Millimetrga adashmasa ekan bu o'zi aytishicha. Shu holat. Metal 6li metalni shu holat har bittasini kichkina detallarga ahamiyat berib kesib chiqarishar ekan. Mana hozir ko'ryapsizlar, har bitta kichkina detallarigacha, mana shu kichkina detallarigacha kesib chiqarar ekan, ko'ryapsizlar. Buni bu stanokni to'g'risini aytganda, o'zim ismini aytaman. Metal sohasida ahollar juda ham yaxshi bilishadi narxini, ya'ni narxi juda ham summasi, normalniy summali stanok ekan. Hozir aytdi, men to'g'risi gap yo'qdim. Bunaqa оборудованный stanoklarni olib kelib ish qilyapti. Shuning uchun katyol sifatli, shuning uchun choklari ham hammasi talabga javob beradigan holatda ekan. Mana hozir ko'ryapsizlar. Tayyor bo'lmagan mahsulot. Shu holatda bu yerda hammasini shunaqa holatda chiqarishadi. Lekin shunaqa joy ekanki, konvert asosida qilib qo'ygan ekan, har bitta sexdan tayyor bo'lib oxiri bitib, hali boshda ko'rsatgan skeletni tayyor mahsulot chiqar ekan. Bu yer o'sha boshlanishi ekan bu yer. Bunaqa stanokdan bu yerda bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta. Ya'ni u orqa tarafda ham bor ekan. Ya'ni juda ham katta metal sohasida akalar bilishadi. Hozir ko'ryapsizlar. Bekorga $2 million emas akalar. To'g'risi men ko'ryapsiz ishlashini. Bu zavodda eng qimmat skelet shu ekan. Eng qimmat stanoklar, eng qimmat оборудованиялар shu yerda ekan. Mana ko'ryapsiz, hammasi chizilganlarga millimetrga adashmaydi deyapti. O'zi aytyapti, millimetrgacha adashmaydi. U ishlab chiqaryapti deb aytyapti.